Natijalar bilan bo'lishish qanchalik muhim ekanligi va nima uchun biz natijalarimizni odamlardan qizg'onamiz, berkitamiz. Mana shu haqida inshaalloh bugun sizlar bilan qisqagina suhbat o'tkazamiz. Natijalar bilan bo'lishish, natijalarni aytish odamlarga juda ham muhim va kerakli amaliyot hisoblanadi. Ayniqsa o'zingizning guruhdoshlaringizga, o'zingiz bilan hamfikr bo'ladigan, sizning yutuqlaringizdan quvonadigan insonlarga har doim o'z natijalaringizni ayting, o'z anglashlaringiz bilan ular bilan har doim bo'lishib yuring. O'zingizga bir nechta mana shunday dugonalar topib olishingizni tavsiya etaman. Misol uchun bizning Shifochingizda kanalimizda ham bemalol o'zingizning natijalaringiz bilan, o'zingizning anglashlaringiz bilan bo'lishib borishingiz kerak bo'ladi. Avvalambor anglash haqida gapiradigan bo'lsak, anglash bu insight. Ya'ni siz mana shu texnikalarimizni bajargan paytingizda yoki audiolarimizni eshitgan vaqtingizda yarq etgan qandaydir fikrlar, anglashlar olasiz. Ana shu anglashlaringiz bilan albatta bo'lishingiz kerak izohlarda, kommentariyalarda. Ana shunda siz o'zingizga, xayolingizga kelgan anglashni yer bilan ulab qo'yish uchun zazemleniya deb ataladi. Albatta buni yoki bloknotingizga yoki izohlarda qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda siz olgan, miyangizga kelgan anglash sizda ishlashni boshlaydi. Ya'ni sizda transformatsiya jarayoni boshlanadi. Agar siz uni yer bilan ulamasangiz, xayolingizga keldi-yu, shu bilan unutib yuborasiz. Bu anglash olganligingizni hech kim bilan bo'lishmasangiz, izohlarga yozmasangiz yoki bloknotingizga yozib qo'ymaydigan bo'lsangiz, afsuski bu anglashdan sizga hech qanday foyda bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni keldi-yu, ketdi bo'lib qoladi. Siz bu anglashlaringiz bilan keyin ishlashingiz uchun ham albatta bu haqida kimgadir gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Agar yozishni istamasangiz, unday bo'lsa o'zingizga bir dugona topib, har kuni u bilan Telegram orqali muloqot qilib, anglashlaringiz bilan bo'lishib turishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni misol uchun biror bir amaliyotni bajardingiz, biror bir muammoingiz hal bo'ldi yoki biror bir muammoga duch kelib qoldingiz. Shunda o'zingizga savol berishni boshlaysiz. Bu muammo menga nimani o'rgatyapti? Bu muammo menga nima uchun berildi? Va shunday savollar berganingizda sizga ichingizdan turli xil javoblar kelishni boshlaydi. Misol uchun o'sishing uchun degan javob kelishi mumkin yoki imtihon uchun degan javob kelishi mumkin. Yoxud mana bu paytda mana bu ishni xato qilib qo'yganding, mana shuning uchun dars sifatida keldi bu muammo degan javob kelishi mumkin. Va mana shu sizga kelgan fikrni, insightni anglashni albatta dugonangizga yetkazib qo'yishingiz kerak. Yoxud izohlarda bo'lishingiz kerak, kommentariyalarda. Yoki biz chat guruhini tashkil qildik Shifochingizda kanali uchun. Mana shu yerda bo'lishingiz kerak. Yoxud o'zingizning bloknotingizga bugungi sanani qo'yib yozib borishingiz kerak bo'ladi. Ana shundagina siz bu anglashni yer bilan ulaysiz, esingizdan chiqib qolmaydi va bu anglash sizga transformatsiya olib kelishi uchun xizmat qiladi. Bu anglash bilan bo'lishish haqida edi. Endi natijalar bilan bo'lishish haqida gaplashamiz. Natijalar bilan bo'lishish nima uchun muhim ekanligini qo'limdan kelgancha tushuntirib, sanab berishga harakat qilaman. Eng birinchi bo'lib, diqqatni qayerga qaratsangiz, ana shu yerda yaratilish bo'ladi degan qonun bor. Mana shu qonunga muvofiq, agar siz o'z diqqatingizni eng kichkina bo'lsa-da olgan natijangizga qaratsangiz, u natija yana ham ko'payib boradi, yana ham kattalashib boradi. Masshtab, ya'ni kengayadi, ortadi, rivojlanadi. Agar siz bu natijangizni hammadan bekitadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ham bekitadigan bo'lsangiz, ongingiz
Nima qilasam mana shu mashqlarni bajarib, nima qilasam psixologiya darslarini tinglab, nima keragi bor, baribir senga bundan hech qanday naf yo'q, senga bundan hech qanday foyda yo'q deb aytadi va sizda qarshilikni vujudga keltiradi. Qarshilik haqida alohida audio tayyorlayman inshaalloh. Bugun asosan natijalar haqida gaplashamiz. Agar qarshilik vujudga keldimi, bo'ldi, inson psixologiyani tashlab yuboradi. Hattoki tayyorgina qo'l ostidagi bepul shifoichingizda kanalimizdan ham foydalanmay qo'yadi. Chunki unda qarshilik yoqildi. Qarshilik yoqildi. Bu degani siz vaqtingiz bo'lsa ham mashqlarni bajarmaysiz, vaqtingiz bo'lsa ham texnikalarni qilmaysiz degani. Mana shunday holat yuzaga kelmasligi uchun ongingizga har doim eng kichkina bo'lsa-da erishgan yutug'ingizni, natijangizni ko'rsatib turishingiz kerak bo'ladi. Natijani kommentariyada bo'lishish bu boshqalar uchun emas, avvalambor o'zingizga kerak. Birinchi bo'lib o'zingiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizga o'zingiz, mana azizam, qara, mana bu amaliyotlarni bir hafta davomida bajargan eding, misol uchun kechirim praktikasini. Va sen kechirgan inson tomonidan bugun senga sovg'a keldi. Ana ko'rdingmi? Mana shu sovg'ani albatta ayting. Men kechirim praktikasini bajargan edim, turmush o'rtog'imni kechirgan edim. Ular menga bugun gul ko'tarib keldilar yoxud shokolad olib keldilar deb kommentariyada bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va diqqatingizni mana shu sovg'aga qaratgan paytingizda, mana shu natijaga qaratgan paytingizda bu sovg'aning miqdori oshadi. Turmush o'rtog'ingiz inshaalloh yanada kattaroq sovg'alarni qilishni boshlaydilar va boshqa yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringiz tomonidan ham sovg'alar har xil ko'rinishda, moddiy va ma'naviy ko'rinishda qo'llab-quvvatlashlar olishni boshlaysiz. Demak, natijalar bilan bo'lishning sababining birinchi punkti ongingizga psixologiya bilan shug'ullansang natija bo'ladi degan narsani isbotlash, ko'rsatib qo'yish ekan. Va ikkinchisi, siz natijalaringiz bilan bo'lishganingizda samootsyenkangiz ko'tariladi, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi. Siz agar ko'proq mashq qiladigan bo'lsam, ko'proq o'z ustimda ishlaydigan bo'lsam, demak bundanda kattaroq natijalarga erishishim mumkin deysiz va mana menda natija bo'ldi. Demak, men zo'rman, demak men molodetsman degan fikr keladi. Va uchinchisi, siz natijalaringizni bo'lishgan paytingizda boshqa insonlarga bu juda ham katta motivatsiya beradi, ruhlantiradi. Dugonam erishibdimi, demak men ham erishaman. Men ham harakat qilsam, men ham mana shu mashqlarni, texnikalarni bajarsam, demak men ham albatta natijaga erishaman degan fikr sizda boshqa insonlarda paydo bo'ladi. Bu degani siz atrofga ezgulik nurini, muhabbat nurini, yaxshilik nurini taratayotgan bo'lasiz. Yaxshilik uchun xizmat qilayotgan bo'lasiz va natijada bu qilayotgan yaxshiligingiz o'zingizga yanada ko'proq bo'lib qaytib keladi. Siz boshqa insonlarga umid berdingiz, siz boshqa insonlarni ruhlantirdingiz natijaga. Bu sizga yana ham ko'p marotaba bo'lib qaytib keladi. Va to'rtinchisi, siz atrofdagi insonlarga dunyoning naqadar yaxshi ekanligi haqida informatsiya berib turgan bo'lasiz. Ya'ni bizning hayotimiz o'z qo'limizda ekanligi haqida agar biz harakat qilsak, demak yaxshi natijalarga erishamiz ekan degan informatsiyani, ma'lumotni atrofga tarqatayotgan bo'lasiz. Bu paytda siz xalq uchun xizmat qilayotgan bo'lasiz. Insonlar uchun xizmat qilayotgan bo'lasiz. Atrof to'la negativ fikrlar, har xil yaxshi emas gaplarni har kuni atrofimizdan eshitamiz va qancha ko'p biz negativ voqealarni, negativ fikrlarni atrofimizdan eshitaveradigan bo'lsak, biz mana shu negativlarni sotib olamiz ulardan har kuni. Biz natijalarimizni yozganimizda biz atrofga yaxshilikni sotayotgan bo'lamiz, mehrni sotayotgan bo'lamiz, nurni sotayotgan bo'lamiz.
ana shunda biz insonlarga umid berib hayotning qanchalik yaxshi ekanligi haqida axborot tarqatayotgan bo'lamiz. Bu degani Alloh yo'lida, Alloh roziligi uchun insonlarga xizmat qilish degani. Insonlarga xizmat qilib turgan bo'lamiz. Ana endi nima uchun insonlar natijalar bilan bo'lishmaydilar degan qismga keldik. Natijalar bilan bo'lishmaydilar. Nima uchun natijangiz bilan bo'lishmaysiz degan savolga eng birinchi bo'lib ko'z tegadi deb aytishadi. Ko'z tegishidan qo'rqqanliklari uchun natijalar bilan bo'lishmaydi. Lekin ko'z tegishi bu sizning ishonchingiizga bog'liq. Agar siz ko'z tegadi deb ishonsangiz, rostdan ham ko'z tegadi. Agar siz yo'q, men Alloh roziligi uchun natijamni boshqalarga aytsam, ularga motivatsiya beraman deb o'zingizni ishontirsangiz, demak natijangizga ko'z tegmaydi. Aksincha bu natijangiz boshqa insonlarni ruhlantiradi. Ko'z tegishi, sehr, odamni ichiga jin kirib olish, bularning hammasi bizni ishonchimizga va bizni vibratsiyamizga bog'liq. Biz qanchalik o'zimiz tozalasak, xafagarchiliklardan, nafratdan, qo'rquvlardan tozalab yursak va qanchalik bizni vibratsiyamiz yuqori bo'lsa, ya'ni biz pozitivda, shukronalikda, minnatdorchilikda bo'lsak, bizga hech qanday ko'z tegishlari, sehr, jodu unday narsalar ta'sir qilmaydi. Ya'ni bizni sevgimiz, shartsiz insonlarga bo'lgan muhabbatimiz Alloh sababli Alloh bizni hamisha o'z panohida saqlaydi. Ya'ni ichimizdagi nur, qalbimizdagi nur sababli, insonlarga bo'lgan samimiy, ochiq, chin sevgimiz sababli, ichimizda taralayotgan nur, yuragimizdan chiqayotgan nur sababli Alloh bizni albatta o'z panohida asraydi. Albatta nasib qilsa bu haqida boshqa audioda yoritib berishga harakat qilaman. Va ikkinchi blok, nima uchun natijangiz bilan bo'lishmaysiz degan savolga ikkinchi blok, agar natijam bilan bo'lishsam atkat yuzaga keladi, ya'ni natijam orqaga qaytib qoladi deb qo'rqishadi. Lekin atkat bu natija bilan bo'lishganligi uchun bo'lmaydi. Ya'ni natijaning orqaga qaytishi natijangiz bilan bo'lishganligingiz uchun bo'lmaydi. Odamlar sizga hasad qilganligi uchun, ko'z tekkanligi uchun bo'lmaydi. Atkat, ya'ni natijaning orqaga qaytishi siz mana shu natijaga o'zingizni loyiq ko'rmayotganligingizdan yuzaga keladi. Ya'ni normangiz hali oshmagan, o'sha natija darajasiga hali normangiz oshmagan, ongingiz o'smagan o'sha natija darajasida va siz o'zingizni loyiq ko'rmaysiz, natija orqaga qaytib qoladi. Misol uchun, siz doim Gentra minib yurardingiz, endi inomarka minish BYD yoki boshqa inomarka minishni orzu qildingiz, Taho deylik, va unga erishdingiz deylik. Qiynalib bo'lsa ham, qarz olib bo'lsa ham, kredit qilib bo'lsa ham siz unga erishdingiz deylik va ma'lum muddat o'tgandan keyin bu mashinangizni urib olishingiz mumkin bir joyini va uni minalmasdan qanchadir muddat turib qolishi mumkin uyingizda. Bunga sabab sizni hali normangiz ortmagan, ya'ni normangiz inomarka darajasida ortmagan. Buning uchun siz normangizni oshirishingiz kerak va o'zingizni hali noloyiq deb hisoblaysiz. Bu natijaga loyiqligingiz ustida ishlashingiz kerak. Va siz inomarkani juda ham krutoy mashina deb hisoblaysiz. Ya'ni o'ta darajada qimmatbaho, o'ta darajada zo'r mashina deb hisoblaysiz. Uni darajasi siz uchun juda yuqori, uni darajasini pastlatishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa maxsus trenajyorlar bor. Albatta, individual konsultatsiyalarimizga keladigan bo'lsangiz, qo'limizdan kelgancha agar sizda atkat bo'lsa, ya'ni natija orqaga qaytishi kuzatiladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilsangiz bo'ladi, konsultatsiyalarimizga kelsangiz bo'ladi. Biz birgalikda buni tahlil qilamiz, prarabotka qilamiz va natijada inshaalloh natijangiz yana o'z joyiga keladi. Nega natijangiz bilan bo'lishmaysiz degan savolga uchinchi javob, mening natijamdan insonlarning qalbi og'riydi
Ya'ni mening natijam insonlarga og'riq beradi, atrofimdagi insonlarga. Deylik, siz domda yashar edingiz, endi katta qasr uy olishni xohladingiz va katta qasr uyga erishdingiz. Bu haqida esa qarindoshlaringizga, yaqinlaringizga aytishdan uyalyapsiz, xijolat tortyapsiz. Chunki hamma yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz oddiy domlarda yoki kichkina hovlilarda turishadi. Hozir men ularga aytsam, ular xafa bo'lib qolishi mumkin, ularga og'riq berishi mumkin yoki insonlar halol yo'l bilan topmabdi, halol yo'l bilan bunday katta uyni sotib olish mumkin emas deb o'ylashsachi, yoki menga shunday aytsachi, qaysi pullaringga oldilaring deb aytsachi, yoki ularda bunday uy yo'qligidan xafa bo'lib ko'ngillari og'rib qolsachi degan qo'rquvlaringiz mavjud. Va agar sizda mana shunday qo'rquvlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, insonlarga og'riq berib qo'yaman degan qo'rquvlaringiz bo'lsa ham natijalaringizni bo'lisha olmaysiz. Bu borada ham hozircha qilib turadigan ishingiz, men ruxsat beraman insonlar men haqimda negativ o'ylashlariga va halol yo'l bilan topgan bo'lsam-da, mana shu erishgan natijamni noto'g'ri yo'l bilan topgandir deb shubha gumonlariga borishlariga ruxsat beraman deb ruxsat berib turishingizni tavsiya qilaman. Individual konsultatsiyalarga kelganingizda bu qo'rquvlaringizni ong ostidan olib tashlash uchun birgalikda praraботkalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Va nega natijangiz bilan bo'lishmaysiz degan savolga 4-chi sabab, insonlar menga hasad qilishadi degan uстановкamiz. Va insonlar menga hasad qilsa, meni turmush o'rtog'imga, qaynonamga yoki kimgadir qayrab qo'yishadi va natijada bu narsa menga yomon ta'sir qiladi. Ya'ni natijamdan ayrilib qolishim mumkin, yoxud uyimizda janjal bo'lishi mumkin, yoxud menga qandaydir cheklovlar qo'yilishi mumkin deb natijalarni bo'lisha olmaymiz. Agar sizda odamlar menga hasad qilishadi degan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, bu borasida ham albatta konsultatsiyalarimizga murojaat etsangiz bo'ladi. Konsultatsiyada biz hasad qo'rquvini yengish uchun biz kачество degan trenajyorimiz bor. Ya'ni men hasadgo'yman degan narsani, ya'ni kачествоni, bu sifatni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi, men hasadgo'yman. Ha, boshqa insonlar ham hasadgo'y. Ular hasad qilishga haqlidirlar. Ya'ni boshqa insonlarga sizga hasad qilishlariga ruxsat berishingiz kerak bo'ladi va mana shu hasadgo'ylik sifatini o'zingizda qabul qilishingiz kerak va buni shunchaki emas, maxsus trenajyorda ishlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta individual konsultatsiyalarimizga taklif qilaman. Hozircha esa yuqorida sanab o'tganlarim bo'yicha praraботkalarni qilib ishlab turing va odamlarni hasad qilishlariga ruxsat bering. Chunki hasad har bir insonning ichida mavjud bo'lib, u insonlarga motivatsiya manbai ham bo'lishi mumkin yoki aksincha demotivatsiya manbai ham bo'lishi mumkin. Bu endi hamma insonlarda har xil bo'ladi. Hasad qo'rquvini yengish ustidan albatta ishlashingiz, praraботkalarni qilishingiz kerak bo'ladi, azizim. Mana shu qo'rquvlar, mana shu 4ta qo'rquv natijalaringizni bo'lishdan to'sib turgan bo'lishi mumkin. Siz izohlarda qoldiring, aynan qaysi qo'rquv sizni natijalaringiz bilan bo'lishdan to'sib turadi. Har yakshanba kuni bizda Shifo ichingizda kanalimizda natijalar bilan bo'lishish kuni hisoblanadi. Bir haftalik davomida siz o'zingizni ustingizda ishlagan texnikalaringizdan qanday natijalar olgan bo'lsangiz, izohlarda punktma-punkt sanab ularni yozib qoldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Chunki yuqorida sanab o'tganimdek, ongingizga natijalarni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Bu esa qarshilik yuzaga kelmasligiga va keyin yana o'zingizni ustingizda har kuni ishlashingiz uchun motivatsiya manbai bo'ladi va samotsenkangizni ko'taradi. Boshqa insonlarga ham motivatsiya bo'ladi, ruhlantiradi. Shuning uchun ham har yakshanba kuni albatta o'z natijalaringiz bilan bo'lishing va har
keyingi oyning boshida 1 oylik natijalaringiz bilan Shifochingizda kanalimizning chat guruhlarida, kommentariyalarda bo'lishib borishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda biz siz bilan birgalikda amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadlarimizga tezroq erishamiz. Ya'ni bu bizni kanalimiz shunchaki tinglash uchun oddiy kanal emas. Bu kanaldan maksimal darajada foyda olishingiz kerak. Foyda olish uchun esa ongingizga natijalarni tez-tez eslatib ko'rsatib turishingiz kerak bo'ladi. Yo'qsa amaliyotlarni bajarmay qo'yasiz, praktikalarni qilmay qo'yasiz, o'z ustingizdan ishlamay qo'yasiz. Unaqangida biz bu kanaldan erishmoqchi bo'lgan natijamizga erisha olmaymiz. Bu kanalni ochishdan maqsad inson o'ziga o'zi yordam berish, inson psixologga borolmagan paytida ham o'zini o'zi qo'llab-quvvatlab turishi, inson fitness klublarga borolmagan paytda ham o'sha auradan chiqib ketib qolmaslik uchun, ya'ni negativga tushib qolmaslik, tushkunlikka tushib qolmaslik, stressga tushib qolmaslik uchun uyda bo'lsa ham mana shu kanalimizdagi amaliyotlarni bajarib turishi va o'zini pozitiv holatda ushlab turishi, o'zini o'zi baxtiyor qilishga yordam berish. Ya'ni insonning tashqi real hayoti qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, ichkaridan baxt topib, ichkaridan nur topib, mana shu nurni, mana shu baxtni atrofga taratish. Bu bizning kanalimizning asosiy missiyasi hisoblanadi va mening asosiy missiyam mana shu hisoblanadi. Agar sizlar vazifalarni bajarsangiz, natijangiz inshaalloh kafolatlanadi. Lekin siz amaliyotlarni bajarmasangiz, vazifalarni qilmasangiz, natijalarga kafolat bera olmayman. Shuning uchun ham qaror qabul qilish o'zingizdan. Agar yaxshi natijalarga erishishni xohlasangiz, hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishni va maqsadlaringizga erishishni istasangiz, aytilgan vazifalarni vaqtida bajarib, hammasini xuddi men aytganday qilib bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat.